Assalomu alaykum hammaga. Mana sizlar bilan yana bir haftani qarshilab oldik. Bu hafta barchamizga barokatli hafta bo'lsin. Funded account kutayotganlar funded olib, Faza akkauntlardan o'tib ketinglar. Bo'lmasam boshlaymiz. Bugungi haftalik tahlilimiz GPUSD bo'yicha bo'ladi. Agarda o'tgan haftani bitta eslab oladigan bo'lsak, sizlar bilan nima dedik? Narx bizda umumiy holatda mana bu minimum darajani, demak mana shu nuqtadagi sell side nuqtasini kutayapmiz, to'g'rimi? Va bu nuqtada joylashgan order blok baribir narxni bir marta reaksiya berishga majbur qiladi deb turib sizlar bilan gaplashgan edik. Ya'ni o'sha tahlilda agarda kimdir ko'rmay qolgan bo'lsa, prosta o'sha tomonga o'tadigan bo'lsanglar, ya'ni bir boshidan kelsanglar bo'laveradi, xuddi haligi serialga o'xshab turib. Xo'p, hozirgi holatda o'sha taxminimiz bo'yicha mana shu order blokdan chiroyli reaksiya ko'ryapmiz va undan tashqari mana bu nuqtadagi bizdagi volume imbalancedan chiroyli narx qaytarishlari bo'ldi va bu nuqtada keyinchalik uchun likvidlik nuqtamiz tashlab ketildi. Men to'g'risini aytganda hozir yechilishini yoki bo'lmasam yaqin orada yechilishini kutmayapman. Nimaga deydigan bo'lsanglar, bizdagi mana bu minimum darajadan, demak pastda yopilgan haftalik svechaga e'tiboringlarni qaratib qolishni istagan bo'lardim. Bizda tanasi bilan juda chiroyli yopildi. Undan tashqari mana bu yerda yaralib qolgan ana shu order blok desak ham bo'laveradi. Ana shu order blokimizni demak chiroyli respekt qilib yaratib berdi. Men umumiy holatda baribir shortdaman. Mana shu nuqta yechilishini kutaman. Uzoq muddatli agarda savdo qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, menimcha chiroyli target bo'lib beradi. Aynan mana shu sell side nuqtamiz. Xo'p, endi bir narsa qilamiz. Qaranglar, bizga nima qiziq? Bizga hozir narx qayerdan reaksiya olishi mumkinligi qiziq. Misol uchun e'tibor beramiz. Men juda ham ko'p bu narsani aytib o'tganman. Biz uchun mana shu week darajalarimiz narxni chiroyli qaytarishi mumkin bo'lgan zona interes vazifasini bajarib berishi mumkin. Aynan mana shu nuqtamiz. Xo'p, buni ham hozir belgilab qo'yamiz. Demak, bizdagi week. Endi bitta kunlik time frame ga olib o'tadigan bo'lsak, qaranglar. Bizdagi hozir eng yaqin nuqtada joylashgan narx tortishi mumkin bo'lgan likvidligimiz mana bu yerda joylashgan. To'g'rimi? Mana bu. Ya'ni PDH imiz. PDL yechilgan уже. PDH aktiv biz uchun. Xo'p. Bizdagi mana bu nuqtadagi PDLimiz yechildi. Ana shuni hisobiga narx hozircha chiroyli reaksiya ko'rsatyapti yuqoriga qarab turib. Endi 4 soatlikka bitta olib o'tamiz va 4 soatlikda nimani ko'rishimiz mumkin? Bizda mana shu weekimiz ichida ham BPR nuqtamiz joylashgan. Kelinglar, buni o'qib turib общий o'chirib yuboray. Mana bu nuqtada bizda hozircha BPR nuqtamiz joylashgan. Bu yerdan qisqa muddatli reaksiya bo'ldi. Lekin mana shu reaksiya jarayonida bizda ichki likvidlik tashlab ketildi. Agarda kichkina time frame ga olib o'tadigan bo'lsak, bu yerda juda chiroyli equal highlarimiz va qarshilik kuchi kam bo'lgan likvidlik darajalarimiz joylashib qolgan. Va bu yerda men uchun hozir zona interes qayer bo'lishi mumkin? Qaranglar, menda hozir tasdiq bilan kirish kerak bo'ladigan ikkita nuqtani ko'rsataman. Ya'ni short uchun birinchi target nuqtamiz mana bu sell side darajamiz bo'ladi. Target, ya'ni buy uchun targetimiz mana shu BPRimiz bo'ladi va mana bu nuqtadagi order blokimiz va BPR zonalarimiz bizga narxni qaytarishi mumkin bo'lgan zona vazifasini bajarib beradi. Tushundinglar? Hozircha mana bu nuqtalarni kutmayapman to'g'risida. Bizda hozir mana bu zonada juda chiroyli qarshilik kuchi kam bo'lgan likvidlik joylashib qolgan. Lekin buni targetini agarda DXY ga e'tibor beradigan bo'lsanglar, DXY da hozirgi holatda juda ham pastga tushib ketish niyati yo'q. O'shani hisobiga bu nuqtani kutmayapman. Yaqin kelajakda olinishi mumkin, lekin undan oldin baribir bizdagi ana shu pastdagi sell side nuqtalarimizni yechgandan keyin narx juda chiroyli yuqoriga harakat davrida, demak bu nuqtani biz uchun yetib berishi mumkin. Lekin ungacha hozirgi holatda men
faqatgina sil qarayman. Hop, bu yerda mana 1 soatlik OB'miz, undan tashqari 4 soatlik BPR darajamiz bor va mana shu nuqtalardan tasdiq olgan holatda katta ehtimol bilan short ishlayman. Agarda bugun Londonda bizga buy beradigan bo'lsa, buy ishlab ko'rishim ham mumkin. Mana shu zonalardan, mana shu yerdagi zonalardan buy ishlab ko'rishim mumkin. Aynan mana shu buy side ichki likvidlik darajalarigacha. Umumiy holatda hozircha shu, nimaga deydigan bo'lsanglar, umumiy holatda mana bu nuqtalarni kutyapmiz. Sell side, ya'ni yechilishini, va hozirgi jarayon, ya'ni bu haftadagi mana bu ko'tarilish bizga chiroyli imkoniyat berishi mumkin, ya'ni short uchun. Lekin hozircha buy kutmayman to'g'risi. Barib ko'ramiz. Bu haftaning o'rtalarida qanaqangi vaziyat bo'ladi. Hozircha shu yergacha GPUSD. Kimga foydali bo'layotgan bo'lsa, like bilan kommentariyani ayamaymiz o'rtoqlar. Xudo xolasa bundan keyin yana boshqa paralarda, ya'ni HUSD, Nasdaqlarda ham chiqarishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.